Sizda tekin UC yutib olish imkoniyati bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Like va obuna bo'lishni unutmang. Salom berdik PUBG muxlislari. Sizlar bilan men Azbek. Bu videoda qanday qilib tekin UC olish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Videoni ko'p ketmay biz boshlaylik. Hammamiz bilamiz, Ipak yo'li degan bank bor. Bu bank PUBG bilan shartnoma qilibdi yaqinda. Ya'ni PUBG bilan shartnoma qilib, kartalarni shunaqa rasm yopishtirib, o'ziga xos aksiyalarni qo'yib berayotgan ekan. Birinchisi bu Keshbi UC'da degan aksiya ekan. Ya'ni har 47 ming so'mlik savdo qilganingizda sizga shu savdo bilan kartoshka to'laganingizda sizga 1 UC qo'shib berilar ekan. Men hech kimga hech narsani reklama qilmadim. Ikkinchisi bu sovg'a box. Ya'ni har 100 ming so'mlik savdo qilganingizda sizga bitta box sizga berar ekan. Bu yaxshi. Video yoqqan bo'lsa menga obuna bo'lishni unutmang va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bundan qiziq videolar mening YouTube kanalimda.